Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida UFC MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan Vodiy MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozir dasturimizda har doimgidek UFC MMA boks olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin 2 soat vaqtimiz ketgan, ushbu rolik uchun soniya vaqtingizni ayamay videoga like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Birlashgan Arab Amirliklari sharafini himoya qilayotgan UFC jangchisi Hamzat Chimayev keyingi jangi uchun tayyorgarlikni boshladi. 17 avgust kuni UFC 319 turniri mazkur bellashuv doirasida o'rta vazn toifasining amaldagi chempioni Drux Du Plessisga qarshi oktagonga ko'tarildi. Hamzat mazkur jangi oldidan ilk o'quv mashg'uloti yig'inini Rossiya Federatsiyasining Kislovodsk kurort shahrida boshlandi. Tarmoqda MMA jangchisi erkin kurash bo'yicha 2 karra Olimpiya o'yinlariga g'alaba Abdurashid Saydullayev bilan kurash tushayotganini aks etgan video tarqaldi. 14-iyun kuni Chexiyaning Praga shahrida MMA bo'yicha oktagon 72 musobaqasi tashkil etiladi. Musobaqaning ikkinchi asosiy bellashuvi o'zbekistonlik taniqli aralash yakka kurash ustasi Mahmud Murodov hamda Chexiyaning vakili Patrik Kensilis o'rtasida kechadi. Jang o'rta vazn toifasida oktagon interim chempionlik kamari uchun o'tkazilgan. Kun kecha UFC sobiq jangchisi Murodov raqibi bilan birgalikda turnir oldidan bo'lib o'tadigan intervyuda uchrashdi. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlar barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizni ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Vodiy MMA kanalidan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.